Yangilanayotgan O'zbekiston 2030 strategiyasi loyihasida davlat boshqaruvi organlari faoliyatini xalq xizmatidagi davlat tamoyili asosida tashkil etishga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu maqsadda har yil 10 ta respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarining ichki ish yurituv jarayonlarini kamida 5% ga maqbullashtirish vazifasi belgilangan bo'lib, bu orqali ortiqcha bosqichlar qisqartiriladi hamda qaror qabul qilish tezligi oshadi. Shuningdek, fuqarolardan 110 dan ortiq turdagi ma'lumot va hujjatlarni talab qilish amaliyoti to'liq bekor qilinib, davlat organlarining o'zaro elektron ma'lumot almashinuvi yo'lga qo'yiladi. Bu esa aholini ortiqcha ovoragarchilik, navbat va hujjat to'plash kabi muammolardan xalos etadi. Qolaversa, har yili kamida 5 ta davlat xizmatini to'liq elektron shaklga o'tkazish orqali fuqarolarga xizmatlarni uydan chiqmasdan onlayn tarzda olish imkoniyatlari yaratiladi. Umuman olganda, mazkur vazifalar davlat idoralarini xalqqa yaqinlashtirib, xizmatlarni tezkor, shaffof va fuqarolar manfaatini xizmat qiladigan tizimga aylantirishga qaratilgan. Shuningdek, xalq bilan muloqotni yanada kengaytirish, aholi muammolarini o'z vaqtida aniqlash va samarali hal etish maqsadida murojaatlarning kamida 80% ni mahalliy darajada qanoatlantirish belgilab qo'yilgan. Bu eng avvalo fuqarolarni qiynayotgan masalalarni joyida hal etish imkonini beradi. Natijada murojaatlarni mahalla, tuman yoki shahar darajasida yechim topish amaliyoti kengayadi. Bu esa xalq va davlat o'rtasida ochiq va samarali muloqotni ta'minlashga xizmat qiladi.